Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Esselatu vesselamu ala Resulina ma'bad. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı cemaat, buna bugün biz çoğulup kalıpız. Buna şu Oş oblasından Aravan, Nokat, bütün bardık yerde buna ahli ilim, imam damlalar, ustazlar oturağız. Yemin şu yerde bir meseleni çeçip bir elge dağı bir hakikatli aytıp koysak dağı жақсы oldu. Buna bardık çok oturağız. Buna söz tarmaklarda, buna bugün günlerde bizden ülkege, bizden memleketke karşı söylegenler çıkıp otur. Her yerde yaşını oturup alır. Bunu aytıp oturamasak, şu Abdülmumin degen şu insan bizden memleketimizge karşı söyleptir. Bu din erkinligi, memlekette işlegen bu bizden başımızda turgan başçılarımızga karşı söyleptir. Buga biz raddiya karşı aytmakçıyız. Xudo xolasa bizden Kırgızstan elinde en yaxshi, juda yaxshi, hop, mana shu shariat hukmlari qadimkiday hech qanday bir to'sqo'l yo'q. Din xizmatkorlari yaxshi xizmat qilib o'tishadi. Qolganday mana shu shariat hukmini hop Abu Hanifa mazhabidagi mana shu hukmlari to'g'ri yurgizib, to'g'ri aytib o'tasiz, yetkazib o'tasiz elga. Buga hech qanday to'sqo'llik yo'q. Mamlakat tarafından bo'lsin, hukumat tarafından bo'lsin, hech qanday to'sqo'llik yo'q. Xudoga shukr, bizning Qirg'izistonda, Qirg'iz yergimizda bemalol namozimizni o'qiymiz, ibodatlarimizni qilamiz, ilmimizni olamiz, hech qanday qarshilik yo'q. Bu bardig'i bayog'i ko'rilmagandan buzuqlardan so'zlari. Hurmatli jamoat, hurmatli imom domlalar, mana shunday qilib biz Xudoga shukr keltiraylik. Xudoy taolo dag'i ziyoda qilaveradi inshaalloh. Mana shu eli yurtimiz aman bo'lsin, tinch bo'lsin. Aynan keten bu Qirg'iz elim, mana shu internet tarmog'idagi bizning Qirg'izistonga, bizning mamlakatga, bizning ilmli ahli ilmlarga til tiygizganlarda açıqlavalarda uqpangiz. Mana shu yerda har kimden o'zingizlarning imomingizlar bor, o'zingizlarning qazingizlar bor, o'zingizlarning ahli ilmlaringizlar bor. Ana shular bilan birga bo'lib, o'shalarni aytganini qilsak, xudo xolasa, inshaalloh biz adashmaymiz. To'g'ri yo'lda bo'lamiz. Alloh taolo o'sha Abdulmo'minga dag'i Xudoy taolam o'zi iymon tavfiq bersin. Mana shunday bir bizning qatorga qo'shilsin bu qadag'i. Xudoy taolam insof bersin, iymon bersin deb bir duo qilamiz inshaalloh. Amin. 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 Hechimiz mamlakatimizda tinch bo'lsin. Bizning birlikda boshqaruvlardan Alloh taolo adolat qilsin ya Rabbi. O'zbekistonda saqlasin. Mamlakatimiz o'zga mamlakatlardan bo'lsin. Bizde muftiyatda ishlagan Hazrat Muftiyning kamisidan Alloh taolo O'zbekistonda saqlasin. Amin. Hasad qo'ydan hasadlardan ya Rabbi. Ko'rmasin. Jomon so'zlardan ya Rabbi. O'zbekistonda saqlasin. Amin. Allohu akbar.